Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Xudo xolasa mana bugun bu egamizga Nexia 2 avtomashinasiga farqoblarni sinfga qilib, pritsepimizni ulab berdik. Pritsepimiz qo'shmos variantda, balonlari yangi, ramalar shu yillar mana. Reshutkalarimiz balandligi polidan 1.10 cm bo'ldi. Balon holatlari yangi. Elektromontajlar tayyor. Karkasimiz orqaga ochiladi. Xudo xolasa akalarimiz stashga yushagan, chaqlab chiroyli qilib berishadi. Sohibjon aka, nomerlaringizni aytib yuboring endi. Nomerlarim 99lik 637 53 88. Mabodo stashga xizmatlari kerak bo'lsa, stashkachimiz. Chiroyli qilib, narxlarni kelishtirib qilib berasiz. Nechinchi pritsepingiz aka olishimiz? 3-chi pritsep akamiz olishdi. Ukamga olganmiz, mana o'zimga ham qo'shib oldik. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlari sifatli, chiroyli qilib beradi, ko'ngildagidek qilib. Atpetnikka qilib qo'yamiz. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz akamizni. Chiroyli qilib, ko'ngildagidek qilib beradi. Aloqaga chiqasizlar. Kimga pritseplarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 1763688. Qo'shmos, yakkamos, tentli va tensiz holatda qilib beramiz. Hamma markaga farqoblarimiz mavjud. Zapchast muammo yo'q akalar. Kelasizlar, nalichida turgan pritseplarimiz sizlarga ma'qul kelsa, ulab beramiz. Bo'lmasam, zakasizlar 3 kun yoki 4 kunda tayyorlab beramiz. Manzilimiz Qo'qonda akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.